Oğlum, yakında ama dükkanın işleri sen aldıraş yok kılıp. Yeni tuğulgan nevrem bilen kelinimni yoklap baramıdım kara. O işkiyle yakşı durup atkandı ha? Dada, ben hizmet aldıraşçılık bilen 13 gün oldu berip bulamadım. Atigen telefonga yakşı durup atımız deydi. Lan, atigen telefon degen gapmi. Telefonni urib koymaysa, özün berip yoklaysa senin balam. Müşna vaqtida bağı, to'g'riliq ayollarga nayt ko'ngli nozik bo'lib balam. O'g'il degan balani tep qo'ysa hisob emas balam. G'ururliq akish degan bağı, balasiga ayolga kuyinish kerak. Ham ularning o'risini chiqish kerak balam. Bo'lsa ularni vaqt-vaqtida yo'qlabdi. Qaynatangning oldida bo'lsa-mu, ayolingni bir hurmat qiladi. Anladingmi? Bizning ko'nlarda bunda bir gap bor. Buğday nening bo'lmasa buğday so'zing yo'qmi degan gap bor. Kendinmi balam? Muşna vaqtida ayol kishini vaqt-vaqt yo'qlab turish kerak. Sen bağı hozir berib, qaynatangga rahmat etib, ular balani yaxshi beqiyotdi, ayoling yaxshi qarayotdi. Aras, anglasam Urumchida bir dangliq bir do'kon borga. Nima ismi? Soskam degan do'kon borga qara. U do'konda bağı mush kichik balalarninki yangi tug'ilgan. Mush ayollarning nayt isil narsalar borga. Olsa sen şu dükkanı berip, yaxshi narsalardan tanlab, ayolinglar balani bir yo'qlab kela balani, ha? Ma'qul dada, ma'qul. Bala, puling bormi ya qizil bola otamda? Voy dada. Nadi gapni qilgansiz? Cho'p-cho'p qolganda sendan pul so'rab tuysa, sen tura. Ha, gapim bo'ldi balam. Endi cho'molsa. Gözlerine menikiyle okşadım. Dede dine. Aldın yaraştı mı acının balam. Soğudularım yaxşı gitti. Şunu çu, apam ola çıkanlarını köygül kep bulamadı. Dede dine. Oyda. Bana burada. Masum istemçilikten. Mesletlerini sana ağaç geldi. Qara balam, sana mı ağaç geldi? Qara. Manamçı apam bedellerini jüp koyuşuna cinim balam. Manamga kiyimlerini kiygizip koya. Raxtım bek yaxşıken. Balam, endi rahat o'kitirgan bo'lding da. Bir er üçün elip etqanda eng çoğ muvaffaqiyat özünü suydigan ve özü suydigan ayolga erişdir. Erişkenlerini qadirlash büyüklük ve yükseklikdir. So'ralgandan keyin berilgan sovg'at yayraydigan joyga singmaydi. Siz üçün barliqini aymaydigan kishilaringiz üçün mehr bering. Esingizda bo'lsin, tugumas turmush halakchiligi va xizmat sizni umrlik baxtdan ayirib qo'ymasin.